Assalomu alaykum, Qizlar akademiyasi loyihasini bo'lajak tadbirkor o'quvchilari. Bugun sizlar bilan kolbasa sosiskalarimizga kerak bo'ladigan ziravorlar va qobiqlar, obalochkalar haqida to'liq gaplashamiz. Kombilarni tarkibi nimadan tashkil topgan bo'ladi? Kolbasa sohasida ziravorlar asosan oq, qora, qizil, murch, achchiq, shirin, paprika, chesnok, koriander, zira va muskatli orex, imbir, karri degan ziravorlardan kombilar tayyorlanadi va har bitta kolbasaga mo'ljallanib, ularning retseptlari yasaladi. Menda ham xuddi shunaqa kombilar mavjud va kolbasa sosiskalar uchun yana eng kerakli narsa bu nitrit tuzi. Ya'ni nitrit tuzini hamma foydalarini, zararlarini to'liq bilmaydi. Ko'pchilik faqatgina zarar deb o'ylaydi. Nitrit tuzi o'zi nima? Xo'sh, sanoatda 0,6% dan 35% gacha nitrit tuzi bor. Aynan 0,6% nitrit tuzining tarkibi 99,4% oddiy osh tuzi, 0,6% natriy nitrit, ya'ni kimyoviy modda hisoblanadi. Juda ham ko'ryapsizlar, juda ham past miqdorda, shuning uchun ham juda ham bezarar hisoblanadi. Biz eng past ko'rsatkichni olamiz. 0,6% natriy nitritni 1 kilogramm go'shtga bemalol 20 grammgacha qo'shsak bo'ladi, bezarar hisoblanadi. Biz kolbasaga 1 kiloga 8 grammgina qo'shamiz, ya'ni eng kam miqdordan ham kamroq qo'shamiz demoqchiman. Natriy nitritni foydalari ham juda ham ko'p. Xo'sh, bizga nimaga kerak? Kolbasadagi chiroyli qizil pushti rangi o'zida saqlab qoladi. Eng asosiysi go'shtdagi botulizm kasallik xavfini yo'qotadi. Kolbasaga o'ziga xos hid ta'm beradi va saqlash muddatini ham birozgina uzaytirib beradi. Misol uchun, sizlar natriy nitrit qo'shmasdan, ya'ni 0,6% nitrit qo'shmasdan kolbasa mahsuloti tayyorlasanglar, kolbasalar 3 kunda aynib qoladi, chiroyli qizil pushti rangini yo'qotadi, kul rang bo'lib qoladi va kolbasa mazasini bermaydi. Shuning uchun ham juda ham xavfsiz miqdorda, juda ham kam foizda bemalol qo'rqmasdan 0,6% nitrit tuzdan foydalansanglar bo'ladi. Yana bizda albatta o'zimizda xo'jalikda ishlatiladigan osh tuzidan ham foydalanamiz. Nitrit tuzi misol uchun 1 kiloga 8 gramm qo'shiladigan bo'lsa, osh tuzimiz ham xuddi shunaqa 1 kilogrammga 8 gramm miqdorda qo'shilinadi. Xo'sh, bizda birinchi eng kerakli kombimiz bu doktorskiy kombi deyiladi. Varyonnik doktorskiy kolbasalarimizga, sosiskalarimizga ishlatilinadi. Ko'ryapsizlar, buni o'zining chiroyli pushti rangi ham mavjud. Bu pushti rangi bizda kombi aytdim, har xil tabiiy ziravorlardan tashkil topgan. Bu pushti rang o'zini fermentris, ya'ni fermentlangan guruchdan qizil rang olingan va tabiiy krasitel sifatida bu kombimizga qo'shilgan. Keyingisi yana varyonnik kolbasalarimizga, sosiskalarimizga kerak bo'ladigan kletchatka, ya'ni tabiiy oq sil. Bu bizga ham aynan shu varyonnik doktorskiy kolbasalarimizga kerak bo'ladi. Massamizni quyuqligini o'zida saqlab qolish uchun strukturasini, svязкасini bir xil me'yorda keltirish uchun kletchatka aynan faqatgina doktorskiy varyonnik kolbasalarimiz va sosiskalarimizda ishlatilinadi. Keyingisi salyami kombimiz. Salyami kombi asosan mol go'shtli, ot go'shtli kolbasa mahsulotlarimizda go'sht ta'mini yana ham xushxo'r qilish sifatida ishlatilinadi. Keyingisi yana malochniy kombimiz bor. Salyami kombimiz mol ot go'shtiga tushsa, aynan malochniy kombilarimiz tovuqli, tovuq go'shti aralashgan kolbasa mahsulotlarimizga juda ham mos to'g'ri keladi. Obalochkalarimiz bizda 2 xil turi mavjud. Tabiiy obalochkalarning ham 2 xil turi mavjud. Zavod varianti va tabiiy ichaklardan olingan variantlari bor. Xo'p, aytib o'taman. Bu yerda menda kollagen obalochka deyiladi. Kollagen obalochkamiz mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham shunaqa tabiiy ichaklardan tashkil topgan, lekin zavodlarda ishlab chiqarilgan уже tayyor obalochka. Mana
ko'rishingiz mumkin. Bu natural оболочка turiga kiradi. Aynan kollagenoviy оболочкamiz shaffofligi bilan ham ajralib turadi. Kolbasani ichki ko'rinishini o'zida ko'rsatib beradi. Keyingisi mana menda natural ichaklar ham mavjud. Bular quritilgan, tayyor. Bu po'kon, mol po'koni va qo'y po'koni aynan delikates kolbasalar uchun mo'ljallangan. Men shuni o'rinda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Aynan shunaqa tabiiy ichaklarda kolbasaning mazasi yana ham juda ham mazali chiqadi. Keyingisi bu kollagen qog'oz aralashgan оболочка. Bu ham tayyor maxsus оболочка. Bu ham natural kolbasa оболочкалар turiga kiradi. Juda ham rangi ham chiroyli. Aynan servelat, kopchonli kolbasalarimizga mos keladi. Keyingisi bu poliamidniy оболочка deyiladi, ya'ni plyonka, poliamidniy оболочка. Aynan doktorskiy varyonniy kolbasalarga mos tushadigan оболочка. Endi bu fibriozniy оболочка deyiladi. Bu ham aynan tovuqli kolbasa mahsulotlarimizga to'g'ri keladi. Eng oxirgisi bizda sosiska оболочкаларimiz, poliamidniy sosiska оболочкаларimiz. Ko'rib turganingizdek, bu sosiska uchun 21 kalibr deyiladi, aynan standartdagi sosiskalar uchun. Bu bo'lsa sardelka mahsulotlarimiz uchun 32 kalibrli poliamidniy sosiska оболочкалari. Оболочкаlar mavzusida shuni aytib o'tmoqchimanki, agar siz noto'g'ri, sifatsiz оболочка, ya'ni kolbasa qobiqlarini xarid qilsangiz, bilib qo'ying, u sifatsiz bo'lsa, kolbasaga o'xshamay chiqadi. Qatdan bilasizlar o'xshamay chiqqanini? O'zida suv yig'adi, burishib qoladi va mazasini ham kolbasaga o'tkazib yuborishi mumkin. Shu sababdan ham sizga sifatli, natural kolbasa оболочкаларdan foydalanishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bitta narsa qolib ketibdi. Eng kerakli narsa bizada shpagat ip deyiladi. Ko'rib turganingizdek, bu aynan duxovkada yonib ketmaydigan, erimaydigan shpagat ip 3 mm kulinarniy ip hisoblanadi. Bu bizga kolbasa sosiskalarimizni o'rashga eng kerakli yordamchi hisoblanadi. Bilaman, bu ziravorlarni va qobiqlarni bozorlardan, do'konlardan topish iloji yo'q. Sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zim orqali bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayrlashamiz.